Telefondan foydalanish bo'yinga qanaqa zarar yetkazishi mumkin degan savol berishibdi. Bu bugungi kundagi katta muammolardan bittasi. Chunki telefon foydalanganimizda ko'pchilik bunaqasiga o'tiradi. Uzoq vaqtlar bunaqa o'tirish bo'yinda muammoni keltirib chiqaradi. Ya'ni, bo'yinda muammosi bor bemorlarni ko'pchiligi buxgalterlar, programmistlar, bankirlar, xullas kompyuter bilan ishlayotganlarning ham ko'pchiligida bo'yinda muammo boshlanib bo'lgan. Masalan, faoliyatim davomida ko'radigan bo'lsak, yilma-yil o'tgan sari bo'yin muammosi ko'payib boryapti. Chunki kompyuter bilan shug'ullanayotganlar ko'p, telefonda o'tirayotganlar ko'p. Shuni hisobida bo'yinda muammo borgan sari oshib boryapti. Ya'ni buni foydalansa bo'ladi, to'g'ri foydalanish kerak. Ya'ni telefonni yuqoriga ko'tarsangiz, bo'yni shunda avtomatik to'g'ri holatda turadi. Kompyuterda ham xuddi shunaqa. Monitoringiz past bo'lsa, uni ko'tarib olish kerak. Chunki 1 soat, 1,5 soatda avtomatik bo'yningiz egiladi. Chunki mushaklaringiz charchaydi, boshingizni ko'tarib turolmaydi. Siz agar kompyuterni monitorni balandroq qilsangiz yoki telefonni balandroq qilib ishlatsangiz, xohlasangiz ham bo'yningiz egilib ketolmaydi. Shunaqa holatdagina sizda bo'ladigan muammolarni oldini olishingiz mumkin. Agar siz telefondan noto'g'ri foydalansangiz yoki kompyuterdan noto'g'ri